siz har doim o'z xohlagan narsaga erisha olasiz, agarda to'g'ri muzokara borishni bilsangiz. Buni bilib olganingizdan keyin sizga yo'q deyish qariyb imkonsiz bo'lib qoladi. Lekin ko'pchilik muzokarani jang deb hisoblaydi. Qattiq turib olsam, bosim o'tkazsam, jiddiy gapirsam, muzokarani yutaman deb o'ylaydi. Eng zo'r muzokarachilar odamlarni sindirishga harakat qilmaydi. Ular shunday taklif qiladiki, qarshi tomon uchun yo'q deyish mantiqsiz bo'lib qoladi. Bu videoda siz muzokarani asl san'atini o'rganasiz. Qanaqa qilib odam bilan munosabatni buzmasdan o'zingizga kerakli natijaga erishishni 7 ta yo'lni o'rganasiz. Yaxshi tomoni shundaki, bular manipulyatsiya emas. Bular har kuni hayotimizda va biznesda ishlatiladigan muhim qoidalar. Oddiy xodim bo'lsangiz ham, tadbirkor bo'lsangiz ham, bu ko'nikma hayotingizni ancha yengillashtirib beradi. Chunki hayotda siz ko'pincha o'zingizga loyiq bo'lgan narsani olmaysiz. Siz muzokarada kelishgan narsangizni olasiz. Ko'pchilik muzokarani noto'g'ri joydan boshlaydi. Masalan, mijoz, bu qimmat, narx tushiring desa, ular yo'q, bu bizning narximiz deyshadi. Mijoz, unda boshqa joydan olaman desa, endi nima qilaman, chegirma beraymi yoki mijozni yo'qotaymi deb ikkilanib qolishadi. Mana shu joyda ko'pchilik muzokarani yutqizib bo'lgan bo'ladi. Chunki suhbat endi narx atrofida qamalib qoldi. Mijozning pozitsiyasi endi narx tushirish, sizning pozitsiyangiz bo'lsa narx tushirmaslik. Ikkita pozitsiya to'qnashsa, odatda muzokara qiyinlashadi. Lekin kuchli muzokarachi pozitsiyaga emas, uni orqasidagi manfaatga qaraydi. Misol uchun savol beradi. Nimaga mijozga narx tushirish muhim? Balki mijozda pul yo'q emasdir. Balki u riskdan qo'rqayotgandir. Balki u sizning xizmatingiz natija berishiga ishonmayotgandir. Balki u rahbariga bu xarajatni asoslab bera olmayotgandir. Balki unga chegirma emas, kafolat kerakdir. Balki unga arzon narx emas, qulay to'lov muddati kerakdir. Ko'ryapsizmi? Agar siz faqat narx haqida gaplashsangiz, yechim bitta: tushirish yoki tushirmaslik. Lekin siz manfaatlarni tushunsangiz, yechim ko'payadi. Masalan, mijoz 20% chegirma so'rasa, siz darrov ha yoki yo'q demang. Masalan, sizning SMM uslugingiz bor va uning narxi $2000. Lekin sizning mijozingiz $1500 xizmat ko'rsatishingizni so'radi. Siz darrov ha yoki yo'q demang. Vaziyatdan kelib chiqib, biznes egasidan so'rashingiz mumkin. Gap bu yerda budjet yetmayotganligidami, gap bu yerda sizga hali yetarlicha ish olmayotganligidami yoki boshqa masalami? Agar biznes egasini hozirgi budjet yetmayotgan bo'lsa, aytaylik to'lovni 2 ga bo'lib to'lashini taklif qilsangiz bo'ladi. Agar sizni mutaxassisligingizga shubha qilayotgan bo'lsa, unda siz o'zingizni yaxshiroq prezentatsiya qilishingiz kerak, natijalaringizni yaxshiroq ko'rsatib bera olishingiz kerak va siz unga xizmatingizni ro'ysini hisob-kitob qilib bera olishingiz kerak. Ya'ni siz berayotgan taklif, siz berayotgan xizmat uni biznes uchun qanchalik foyda olib kelib berishini raqamda ko'rsatib berishingiz kerak. Muzokaraning birinchi qoidasi: pozitsiyalar to'qnashadi, manfaatlar yechim beradi. Lekin buni o'zini tushunganingiz bilan muzokara siz tarafga hal bo'lmaydi. Boshqa masalalar ham bor. Ikkinchi qoidaga o'tamiz. Muzokarada eng kuchli kuch nima deb o'ylaysiz? Chiroyli gapirishmi, ko'p tajribami yoki psixologik usullarmi? Yo'q, muzokaradagi eng katta kuch bu sizda boshqa variantlar borligi. Buni batna deyshadi. Ya'ni kelishuv bo'lmasa ham siz hech nima yo'qotmaysiz. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, agar sizda mijoz ketib qolsa, boshqa variantlar bormi? Agar siz xodimingiz ishdan ketmoqchi bo'lsa, sizda boshqa xodimlar varianti bormi? Agar investor sizga pul tikmasa, sizda moliyalashtirishni boshqa yo'llari bormi? Agar javob yo'q bo'lsa, siz muzokarada zaifsiz. Chunki sizga bu kelishuv muhimroq. Muzokarada qanchalik yutishga ehtiyoji kam bo'lgan inson yutish ehtimoli balandroq bo'ladi. Masalan, sizda bitta katta mijozingiz bor. U sizni daromadingizni 70% ni beradi. Bir kun u yetishi mumkin. Siz katta hajm olasiz va narxini 30% ga tushirishimiz kerak. Bo'lmasam boshqa kompaniyaga o'tamiz deyish mumkin. Endi sizda tanlov qiyin. Agar o'sha mijoz ketadigan bo'lsa, biznesingiz qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Lekin agar sizda 10 ta yaxshi mijoz bo'lsa, bu gapni boshqacha eshitasiz. Siz xotirjamroq bo'lasiz va biz siz bilan ishlashni xohlaymiz, lekin bu narxda xizmat sifatini ushlab turish qiyin. Keling, yo hajmni kamaytiramiz yoki to'lov shartini o'zgartiramiz deysiz. Bundan 4 yil oldin men marketolog bo'lib bir joyga ishga taklif qilishgan va u yerda muzokaraga kirganman. O'sha paytgacha men hech qachon $1000 ga ishlamaganman. Lekin o'sha pergo'rda men o'zimning xizmatimni $2000 deb taklif qilganman. Bilasizmi nimaga? Chunki menda yutqizadigan narsa bo'lmagan. Menda boshqa proyektlarim ham bo'lgan, boshqa kutib turgan mijozlar ham bo'lgan. O'shaning uchun o'zim xotirjam his qilib, o'shaning uchun men muzokarada g'olib bo'lganman desam bo'ladi. O'shaning uchun siz loyiha olayotganingizdami yoki xodim olayotganingizdami, har doim sizda alternativ variantlar tayyor turishi kerak. Va muzokaradan oldin o'zingizga savol bering. Agar bu kelishuv bo'lmasa, men nima qilaman?
Agar sizda bu savolga javob bo'lsa, siz muzokaraga kuchliroq bo'lib kirasiz. Lekin bitta bo'lishi yetarli emas. Endi siz berayotgan taklifingizni qanaqa ko'rsatishni ham bilishingiz kerak. Chunki bir xil narx ikki xil aytiladigan bo'lsa, ikki xil qabul qilinadi. Ko'pchilik sotuv yoki muzokara paytida bitta katta xato qilishadi. Narxi juda ham erta aytadi. Masalan, bizning xizmatimiz oyiga 8 million so'm. Mijoz nimani eshitadi? 8 million xarajat. Endi uni miyasida savol boshlanadi. Qimmat emasmi? Boshqa joyda arzonroq topsam bo'lmaydimi? Bunga arziydimi? Chunki siz narx aytdingiz, lekin qiymatini hali ko'rsatmadingiz. Chunki muzokarada narx xarajat sifatida emas, investitsiya sifatida ko'rsatilishi kerak. Deylik, siz tadbirkorlarga shaxsiy brend xizmatini ko'rsatasiz va siz narxingiz oyiga 2000 yoki 3000 dollar bo'lishi mumkin. Va u tadbirkor bilan muzokara olib borishni boshladingiz. Oyiga taxminan 10,000 dollar daromad topadigan tadbirkor uchun 2000 dollarlik narxni eshitish bu sirazi отказ berishiga olib kelishi mumkin. Lekin siz unga qanaqa qilib shaxsiy brendini to'g'ri qurish, to'g'ri kontent qilish, to'g'ri auditoriya olib kelish orqali biznesini rivojlantirib, daromadini 10 mingdan 15 ming, 20 mingga olib chiqish mumkinligini ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, u uchun bu xarajat emas, investitsiya sifatida ko'riladi. Va u o'ylaydi, men topayotgan 10 ming dollarimdan 2000 dollar bermayman, qo'shimcha keladigan summadan 2000 dollar ajrat beraman deb hisoblaydi. Ko'rdingizmi? Raqam o'zgarmadi, lekin qabul qilish o'zgardi. Birinchi holatda bu xarajat bo'ldi, ikkinchi holatda bu investitsiya bo'ldi. Lekin narx ko'rsatish o'zi ham yetarli emas. Chunki eng kuchli kelishuvlar faqat narxda qilinmaydi. Haqiqiy o'yin shartlarda boshlanadi. Muzokarada faqat narx kelishish xato. Mijoz arzonroq qil desa, siz qancha desangiz, muzokara tamom. Endi butun suhbat chegirma atrofida aylanadi. Lekin biznes kelishuvlarda narx faqat bitta Lego bo'lagi. Aslida o'zgartirish mumkin bo'lgan juda ko'p bo'laklar bor. To'lov muddati, oldindan to'lov, shartnoma davomiyligi, yetkazib berish tezligi, kafolat, ish hajmi, bonuslar, riskni kim olishi, bekor qilish sharti, ekskluzivligi, natijaga bog'langan to'lov, boshlanish sanasi. Agar siz faqat narxda o'ynasangiz, har doim chegirma berasiz. Agar shartlarda o'ynasangiz, kelishuvni buzmasdan qiymat yaratasiz. Masalan, mijoz 10% chegirma bering desa, mayli desangiz, kuchsiz javob bergan bo'lasiz. Kuchli javob esa, masalan, bunaqa bo'lishi mumkin. 10% chegirma qilishimiz mumkin agar to'lov 100% oldindan bo'lsa va shartnoma kamida 6 oylik tuzilsa. Bu yerda siz chegirma berdingiz, lekin biznesingiz uchun juda muhim qiymat oldingiz. Bu oldindan to'lov va 6 oylik shartnoma. Muzokarada ko'p gapirgan odam emas, to'g'ri variant bergan odam yutadi. Lekin bu yerda yana bitta qoida bor. Agar siz yon beradigan bo'lsangiz, bepulga yon bermang. Muzokarada yon berish yomon emas, lekin bepulga yon berish katta xato. Agar mijoz so'ragan zahot chegirma bersangiz, mijoz buni shunaqa tushunadi. Demak, asl narxi shuncha emas ekan yoki yana so'rasam, yana tushirarkanman deb o'ylaydi. Shuning uchun siz har bir yon berish evaziga o'zingizdan nimadir olishingiz kerak. Bu qattiqqo'llik emas, bu professional balans. Muzokara bir tomon doim berib, ikkinchi tomon doim oladigan narsa emas. Shuning uchun eslab qoling. Chegirma sovg'a emas, chegirma shart evaziga beriladigan vosita. Lekin muzokara faqat shartlar va raqamlardan iborat emas. Muzokarada doim odam bor va odam noto'g'ri boshqarilsa, muzokarada yutqizishingiz aniq. Muzokaradagi eng nozik joy bu munosabat. Ya'ni siz mijozingiz bilan muzokarada bo'lishingiz mumkin va bu muzokara o'xshamagan taqdirda ham eshikni qattiq yopmang yoki mijozingizni zo'rlab ko'ndirishga harakat qilmang. Chunki bu narsa sizni uzoq muddatda yutqizib qo'yishga olib kelishi mumkin. Bizda o'zimizning produktlarimiz bor va bizda sotuv bo'limi ishlaydi va men har doim sotuvchilarimizga aytaman. Hech qachon qaysidir mijoz men o'qimayman desa yoki sizni vaqtingizni olib turib ham keyinchalik отказ beradigan bo'lsa, unga yomon munosabatda bo'lmang. Hech qachon bo'pti o'qimasangiz o'qimang yoki qanaqadir yomon gap gapirmang. Chunki u mijoz bizning produktga qiziqish bildirdi. U hozir sotib ololmadi, sharoiti bo'lmadi yoki imkoniyati bo'lmadi. Lekin u keyinchalik sotib olish imkoniyati bor. Va agar biz unga hozir eshikni qattiq yopadigan bo'lsak, u qaytib bizning oldimizga kelmaydi. Xuddi shunaqa siz qaysidir tadbirkor yoki boshqa mijoz bilan ishlamoqchisiz, lekin u bilan hamkorligingiz hozir amalga oshmadi. Bu degani butun umr u bilan ishlamaysiz degani emas. Agar u bilan hozir yaxshi munosabatda bo'lsangiz, eshiklarni yopmaydigan bo'lsangiz, keyinchalik u bilan ishlashingiz ancha osonlashadi. Chunki u insonda siz yaxshi tasavvur qoldirgansiz. Chunki muzokaraning maqsadi odamni yengish emas, muammoni yechish. Endi eng muhim joyga keldik. Qarshi tomon yo'q demasligi uchun nima qilish kerak? Javob unga bitta yo'l emas, bir necha variantlarni ko'rsatish kerak. Ko'pchilik taklifi shunaqa beradi. Bizda narx shu, olasizmi? Bu yerda qarshi tomonda ikkita variant bor. Ha yoki yo'q.
Lekin kuchli muzokarachi bunaqa qilmaydi. Ular 2 yoki 3 ta variant beradi. Masalan, bizda 3 ta variant bor. Birinchisi, maksimal natija uchun to'liq paket. Ikkinchisi, budjet nazorat qilish uchun ixcham paket. Uchinchisi, risk kamaytirish uchun test format. Uchalasi ham ishlaydi. Qaysi biri sizga hozirgi vaziyatingizga mosroq? Bunisi endi boshqa gap. Endi odam olamanmi yoki olmaymanmi deb o'ylamaydi. U qaysi variant menga mos deb o'ylaydi. Bu manipulyatsiya emas, chunki siz haqiqatdan ham to'g'ri variantlarni beryapsiz. Eng yaxshi muzokara shunaqa bo'ladi. Siz o'z manfaatlaringizni himoya qilasiz. Qarshi tomon ham o'z manfaatini ko'radi va kelishuv ikki taraf uchun ham mantiqli bo'ladi. Shuning uchun yo'q kamaytirish yo'li bosim emas. Yo'li yaxshi qurilgan taklif. Xulosa qiladigan bo'lsak, shularni amalga oshiradigan bo'lsangiz, kuchliroq bo'lasiz. Mijoz bilan gaplashganda ham, xodim bilan kelishganda ham va oddiy hayotda ham.